Ha, bugun trenddan qolgan o'sha Mamdaniy haqida gaplashamiz. Bilamizki, Mamdaniy New York meri bo'layotgan paytda nafaqat New Yorkda, nafaqat AQShda yashaydigan musulmonlar, balkim AQShdan tashqarida yashaydigan musulmonlarni barchasi xursand bo'lgan edi. Nimaga New Yorkda musulmon meri bo'lyapti deb. Lekin gapning tagiga gap bor deganlaridek, u aslida shiya bo'lib chiqdi. U mazhabi boshqa bo'lishi bilan u musulmonlar uchun, faqat musulmonlarga uning yaxshi bo'lishi uchun harakat qiladigan odam bo'lganida uni mazhabiga qarab o'tirmasdik. Lekin uni keyinchalik oldin New York meri bo'lish uchun bosib o'tgan yo'llarining videosi chiqdi. Har xil gey parastlar, qirol bo'lsa ham havo rangliklar, kamalak bayrog'i ostidagi odamlar va ko'rishingiz mumkin yahudiylar bilan turib, yahudiylarning qandaydir shapkachasini kiyib olgani ham videosi chiqdi. Va nima demoqchimiz? AQShda New York meri bo'lishi mumkin musulmon odam. U o'zi saylangan, o'zi tayyorlagan odam bo'ladi. Mana shunaqa, mana shu Mamdaniyga o'xshagan. Hech qanaqasiga AQShni bitta odam boshqarmaydi. Butun dunyo bo'yicha so'z erkinligi bor, so'zdan keyingi erkinligi yo'q. Undan u yo'lga o'tmaslikka harakat qilamiz. Bu tayyorlanib kelinadi. Hech qanaqasiga musulmonparvar, faqat musulmonlar uchun ishlaydigan odamni chiqarib AQShga, ya'ni ularning eng katta shaharlardan biri New Yorkka mer qilib qo'yishmaydi. Bu shunday bo'lmaydi bu narsa. Nechta yahudiy tepida turibdi. Yahudiylar prezidentni saylaydigan darajada bo'lsa-yu, bitta New Yorkka mer bo'laman odamni to'xtata olmaydi. To'xtatish hech narsa emas. Bular hammasi shunaqa. To'g'ri, Amerika demokratik davlat, Amerikada qonunlar ishlaydi deb aytiladi. To'g'ri bu narsa. Va Mamdaniy merlikka chiqish uchun havo rangliklarni qo'llab-quvvatlayotganligini ko'rsak, bu demak, undan keyin ham musulmonlarni uchun ham ishlamaydi. U merlikka chiqish uchun biz qat'iyan bizga musulmonlarga taqiqlangan narsani qo'llab-quvvatladi va uni aytgan barcha gaplari, men Netanyahuni New Yorkka kelsa, uni ushlashga order beraman degan gaplari bu yo bo'lmaydi, rus tilida skaska bo'lib chiqadi, yoki agar Netanyahu o'sha isroillik odamlar bilan salom alaykum uzilib qolib, o'sha yerda biron ishkal qilib qolib, u yoqdan lavozimdan tushirmoqchi bo'lishsa, New Yorkka biron ish bilan jo'natishadi va New Yorkda Mamdaniyga buyruq berishadi va Mamdaniy uni oladi, qamoqqa tiqadi va xalqaro sudga berib yuboradi. Shunday qilib Netanyahuni ham masalasini hal qilib yuborishadi. AQShda hech qachon haqiqiy musulmonlar uchun, musulmonparvar bilan haqiqiy musulmonlar uchun ishlayman degan odam na mer, na prezident bo'la olmaydi.